Translyatsiya bosh homiysi Engelberg. Va birinchi bokschi Yoannis Argilagos ringga chiqib keladi. Hozirning o'zida terma jamoamiz bir necha rekordlarni qayd etdi. Jahon chempionatlarida 9 ta sportchi chorak finalga chiqishi bu o'ziga xos rekord edi. Mana endi o'zbek boksi tarixidagi yangi bir rekord qayd etildi. O'zbekiston terma jamoasidan 4 ta bokschi finalda qatnashadi. Avvallari bunday natija qayd etilmagan edi. Mana u Hasanboy Do'smatov bizning eng ishongan bokschilarimizdan biri. Terma jamoamiz murabbiylari qurshovida final ringi tomon yo'l olyapti. Keling birgalikda hammamiz butun O'zbekiston Hasanboyga omad tilaylik, duo qilaylik. Va albatta unga ruhan bo'lsa ham dalda beraylik. Bugun hammamiz birgalikda mana shu terma jamoamiz o'zbek sporti qahramonlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Yaqin soatlar ichida boshqa ishlaringizni chetga surib qo'ying. Barchamiz yurtimiz dovrug'ini jahon ringlarida eng yuqori cho'qqiga olib chiqayotgan mana shu sportchilarimiz bilan birga bo'lishimiz kerak. Uning raqibi juda ham kuchli. U 18 yoshida jahon chempioniga aylangan ekan. 2 yil oldin Dohada. Hozir 20 yoshga kirdi, lekin hozirning o'zida jahon chempioni unvoniga ega. Hasanboy Do'smatov uni jahon boks seriyasida bu yil mag'lubiyatga uchratgan edi. WSB turnirida. Endi esa jahon chempionatida ular yana ringga ko'tarilishdi. Final ayol referiga ishonib topshirildi. Ramona Kobzak. Uning tajribasiga ishonib qolamiz bu yog'iga, chunki hakamlar borasida juda ko'p bahs munozaralar kechyapti. Hammasi adolatli bo'ladi degan umiddamiz. Qadrli do'stlar, 49 kilogramm vazn toifasi jahon chempionatining birinchi final jangi boshlandi. Birinchi raund ketdi Hasanboy. Dastlabki urinishni ham aynan Hasanboy amalga oshirdi. Ring markaziga joylashib oldi. Bosimni ko'rsatib qo'yapti. Kubalik jeb bilan ishlayapti. Hasanboy esa chap qo'lni oldinga tashlashni boshladi, kuchi bilan yo'naltirishni boshladi. Bu yerda hozir jismoniy tayyorgarlik rol o'ynamaydi. Bu yerda hozir aniqlik rol o'ynaydi. Hasanboydan bitta yaxshi zarba, yana bitta chap qo'l. Yaxshi tanaga. Eshitayotgandirsiz, tribunada O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlovchilar juda ko'p. Birinchidan O'zbekistondan ko'plab muxlislar borgan Germaniyaga aynan terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun. Yana bir narsa bor bu yerda. Ko'plab mamlakat vakillari hozirgi kunda O'zbekiston terma jamoasining muxlisiga aylangan va ular qo'llab-quvvatlashyapti. Va Hasanboy shunga yarasha faol jang o'tkazyapti. Himoyaga o'tib olgan raqibi Argilanosga ketma-ket zarbalar o'ng qo'l o'tdi. O'zi ham bildi, Hasanboy qo'lini yuqori ko'tardi. Ochkoni qayd etib qo'ygandek bo'ldi. Zo'r Hasanboy yaxshi ishlayapti. Timing yuqori darajada, masofani his etish a'lo darajada. Chap qo'l. Argilagos turli xil yo'nalishlarda himoyani sinashga majbur. O'ng qo'li bilan zarba berishga harakat qilib ko'rdi kubalik bokschi. Hasanboydan javob. Hasanboy qo'lni yuqori tutib turibdi. Yana bir chap qo'l urinishi va o'ng qo'lda ulab yubordi keyingi zarbani. Seriya emas, lekin alohida yakka-ikkita zarba bo'ldi. Yana bir hujum. Kubalik qarshi hujumda harakat qilyapti. Oyoqda faol ishlashga kirishib ketdi kubalik chempion Argilagos. Endi amaldagi chempion u hozirgi kunda. Ammo amaldagi Olimpiya chempioni, amaldagi jahon reytingi yetakchisi va Barker sovrini sohibi bu Hasanboy Do'smatov. Va ular o'rtasidagi shaxsiy rekord yetakchisi ham aynan Do'smatov.
Tana harakatini ishga solishga urinilyapti Argilagos. Yakka zarbalar bilan ishlayapti. Qo'lini pastga tushirdi. Hasanboy bilan o'ziga xos o'yinga kirishdi u. Hasanboy o'ynab o'tirmaydi. Bir yaxshilab tushiradi mushtini. Va o'ziga keltirib qo'yadi raqibini. Raundning so'nggi sekundlari bosim qilyapti Hasanboy Do'smatov. Va raund o'z nihoyasiga yetdi. Mana o'zbekistonlik boks muxlislari ko'pchilikni tashkil etishyapti. Ularga ham rahmat deyish kerak. Shunchalik mana terma jamoamizga dalda berishyapti. Mira, lo está haciendo fallar y no lo está contraatacando. A lo fallar y contraatácalo. Ese trabajo. Hasanboy Do'smatovning chap qo'l zarbasi uzoq masofada. Mana bu yerda yaqinlashib turib to'g'ridan huk yo'llagan edi. Argilagosning natijalari tanishtirildi bu yerda tanaffus vaqtida. Finalning ikkinchi raundi boshlanyapti do'stlar. Hasanboyga omad, hammasi joyida. Ikkinchi raund boshlandi. Hasanboy Do'smatov yana markazga joylashib oldi. Uning kuchini, mahoratini Argilagos yaxshi biladi. Shu sababli uzoqroq turishni ma'qul ko'ryapti. Argilagosning salgina bo'yda ustunligi ham bor. Yaxshi hozir chap qo'lni o'tkaza oldi himoya chizig'idan Do'smatov. Yaxshi yana chap qo'l ovlab oxiri tuta oldi Argilagosni. Tan olish kerak, Argilagos ham chaqqon ancha. Ammo Hasanboy yo'lini topyapti. Mana shu kiyikdek sakrab u yoqdan bu yoqqa harakat qilayotgan raqibni bo'ridek yoki yo'lbarsdek tutib olishga. Yaxshi kombinatsiya Hasanboy ijrosidan. Chap qo'l. Yana burchakka qarab qochdi Argilagos. Hasanboy bosim qilyapti, kanatga taqaldi. Kanatga taqalish bu xavfli, chunki taqalgan holatda yana xuddi prujinadek foydalanib kanatdan qaytib zarba beradi bokschi. Bunga tayyor edi Do'smatov. Yaxshi hujum, boshga zarba, tanaga hujum va klinch yuzaga kelyapti. 1,5 daqiqa ikkinchi raund. Jangning yarim ortda qoldi. Do'smatov faollik borasidan qarang, oyoqlari bilan bir nimalar ijro etyapti Argilagos. Yana bir zarba o'ng qo'l. Yana urinish. Faqat qochish bilan raundni o'tkazyapti Argilagos. Ammo qarshi hujumidan ehtiyot bo'lish kerak baribir. Yaxshi hujum. Yaqin masofada ishlayapti Hasanboy. Ketdi. Davom etamiz. Kirib boryapti, yaqinlashyapti. Bu oyoq harakatlari balki qaysidir ma'noda unga qochish imkonini berayotgandir, lekin ochko to'plamayapti. Argilagosni aytyapman. Hasanboy og'ir bosib, o'ziga ishonib harakat qiladi. Yana bir hujum, yana bir zarba. Chap qo'ldan Argilagos hali hamon qarshi zarbalar bilan ishlayapti. Bunday fintlar boksda o'z o'rnida ishlatilsa ish beradi. Masalan, butun jang davomida faqat yuguraversa bu fint emas, qochishga aylanib qoladi. Ikkinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. Vladimir Klichko Dr. Vu bilan birgalikda jangni tahlil qilib o'tirishibdi. Dr. Vu AIBA prezidenti. Vladimir Klichko esa yaqindagina faoliyatini tugatgan afsonaviy bokschi, super og'ir vazn toifasida jahon chempioni.
oxirgi raund. Birinchi raqam bo'lib ishlashni taklif qilishyapti murabbiylarimiz. Marat Qurbonov, To'lqin Qilichev, Rahmatjon Ro'zoxunov, Rustam Saidov, Ravshan Hajjayev, O'tkirbek Haydarov, Ma'rufjon Ahmedov bu terma jamoamizning barcha murabbiylari ro'yxati. Shifokorlar Dilshod Kazakov, Komiljon Rasulov, jamoa menejeri Murodjon Mamadaliyev va doimiy jamoamizni olib yurgan xalqaro bo'lim vakili Boburbek Akbarov. Bularning hammasi bir jamoa. Bularning hammasi mana shu g'alabalarning ortida turgan insonlar. Oxirgi raund do'stlar, qani birgalikda Hasanboyni qo'llab-quvvatlaymiz. Xuddi mana bu Gamburgdagi sport holda o'tirgan muxlislar singari. Hozir hammasi hal bo'ladi mana shu 3 daqiqa ichida. Birinchi qadam nasib qilsa tashlaymiz chempionlik sari. Do'smatov faollik bokschimiz tomonidan o'ng qo'l zarbasi zo'r zarba berdi hozir Hasanboy. Yaqinlashib kelyapti. Mo'ljallayapti. Va zarbani yo'llayapti. Seriya bilan ishladi. Argelagos hali hamon shu uslubni ushlab turibdi. Ya'ni ring bo'ylab harakatlanish. Bu bir tomondan Hasanboyga bo'lgan hurmat, ya'ni undan uzoqroq yurishni o'ziga ma'qul deb topyapti. Boshqa tomondan boks tushishga chiqdimi ringga finalda? Sal ba'zi vaziyatlarda ochiq boksga kirishsa ham bo'lar. Shunda Do'smatov yanada unga aniqroq zarbalarni yo'llashga imkoniyati ko'payadi. Ammo ayyor ekan anchagina. Ushbu Argelagos raundning yarmi qolyapti hozir. Yaqin masofaga kirib boryapti Do'smatov. Har doim doimiy ravishda bosim, doimiy ravishda bir qadam oldinda. Yaxshi zarba o'ng qo'lda, biroz muvozanatni ham yo'qotgandek bo'ldi Argelagos. Yaxshi zarba chap qo'l. Zo'r zarba berdi. Keyingi raqibning zarbasidan qochib qutulib qoldi. Bitta harakat bilan, bitta sho'ng'ish bilan yaxshi hujum, o'ng qo'lda zarba ketidan chap qo'l ham ishga solindi. Ana endi hal qiluvchi palla, oxirgi daqiqa. Hasanboy bosim qilyapti. Deyarli ketidan yuguryapti hozir raqibini. Buni albatta hakamlar inobatga olish kerak. Faollik, doimiy bosim, g'alabaga intilish. Yana ishlayapti Hasanboy. To'xtamayapti. 1 sekund ham zarbasiz o'tkazmayapti. Endi yaqinlashgan paytda raqib juda ham bir uzoqqa qochib ketganda tabiiyki zarba berishning iloji yo'q. Yaxshi tanaga, boshga, yana tanaga. Oxirgi 10 sekund. Oxirida bitta yaxshilab nuqta Hasanboy ketdi. Yaxshi hujum oldinga boryapti. Faollik Hasanboy Do'smatov tomonida. Va raund tugadi. Zo'r, hammasi joyida menimcha. Hammasi joyida bo'lish kerak, chunki Hasanboy Do'smatov 3 raund davomida faollik ko'rsatdi, oldinga intildi, zarbalar berdi. Faqat natijani kutamiz endi. Faqat hakamlar qarorini kutamiz. Jahon chempionatida Hasanboy Do'smatov jahon birinchiliklarida hali medal olmagan edi. Uning uchun eng muhim janglardan biri Olimpiadadan so'ng. Jang g'olibi qanotasiga qachongacha qochib yuradigan bokschilarga medal beradi bular. Nima boks? Ring bo'ylab faqat qochib yurishmi? Tushunmadim. Bosim qilib, muxlislarga yoqadigan, hujumkor boks ko'rsatgan, doimiy zarbalar beradigan bokschilarni nima endi aybi? Tushunmadim.
Bunday bokschilar kerak emasmi? Faqat mana shunday qarshi hujumda ishlaydiganlarmi? Sport Hall saroyida 49 kilogramm vazn toifasi vakillarini taqdirlash marosimi boshlanyapti. Ko'rib turganingizdek, O'zbekiston bayrog'i ushbu chempionatda kumush medaliga sazovor bo'lgan Hasanboy Do'smatov hozir ana shu kumush medalini qabul qilib oladi. Ladies and gentlemen, the medals will be presented by die Medaillen wird überreicht von AIBA-Präsident Dr. Ching Wu, accompanied by the WBA President Mr. Gilberto Jesus Mendoza. Gewinner der Bronzemedaille aus Kolumbien, the bronze medalist representing 49 kilogramm vazn toifasida taqdirlash marosimini Gilberto Mendoza hamda Dr. Wu o'tkazishadi. 3-o'rinni qo'lga kiritgan bokschilarga dastlab bronza medallar topshiriladi. Xabaringiz bor, boksda ikkala yarim finalchi ham bronza medallariga sazovor bo'ladi. Berjan Martinas Rivas, uni yarim finalda ko'rdingiz jangini Hasanboy Do'smatovga qarshi. U g'alabaga erishgan edi, ya'ni Hasanboy Do'smatov g'alabaga erishgan edi Rivas ustidan. The bronze medalist representing Kazakhstan, Zurmat Yerjan. Yana bir bronza medali sohibi Qozog'iston terma jamoasi vakili. Endi uning kubalikka qarshi o'tkazgan jangini ko'pchilik eslasa kerak. Ancha munosib tarzda u ham harakat qildi va bu jahon chempionatida o'zini ijobiy xususiyatlarini namoyish etdi. Endi esa biz e'tiborni kumush medalga qaratamiz. The silver medalist representing Uzbekistan, Hasanboy Do'smatov. Hasanboy Do'smatov kumush medal O'zbekiston terma jamoasi. Ushbu chempionatning eng yorqin jangchilaridan biri. Muxlislar Hasanboy chempion deya unga dalda berishyapti. Biz uchun Hasanboy chempion. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Gewinner der Goldmedaille und AIBA-Box-Weltmeister 2017 aus Kuba. Ladies and gentlemen, the gold medalist and the 2017 Ioannis Argilagos, Cuba. champion representing Cuba, Ioannis Argilagos. Endi nima deyish mumkin? Bahsli vaziyat bo'ldi finalda. Shu sababli muxlislarning ba'zi birlari uning chempionligini to'g'ri qabul qilishmayapti. Lekin natijani o'zgartirib bo'lmaydi. Argilagos chempion sifatida qayd etiladigan bo'ldi.